Yaqinqi 2 yildan buyon Sharqi Turkistonda Xitoyning jazo lagerlariga qamalgan qozoqlarning Qozog'istonda panohlik tilgan oilalarini va ularning haq-huquqlarini qo'g'diganligi uchun uyda nazarband qilishga hukm qilingan Serjan Bilashev o'g'lining nazarband vaqti yetarli isbot yo'q degan bahona bilan 1 oy uzartilgan. Serjan Bilashev o'g'lining sotida qo'lda hech qanday dalil isbot yoki sabab bo'lmagan Xitoyparast taftishlarning talabi bilan berilgan nazarband qilinish jazosining orqa-orqadan uzartilishi xalqaro jamiyatning tanqidiga uchradi. Yevropada faoliyat ilib berayotgan Sharqi Turkiston ommaviy tashkilotlari Sharqi Turkiston informatsion markazini ziyorat qildi. Belgiya va Gollandiyada faoliyat ilib berayotgan Sharqi Turkiston Cumhuriyet Partiyasi a'zolari Sharqi Turkiston informatsion markazini ziyorat qildi. Ular Sharqi Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqashqa qilgan xizmatlari sababli minnatdorligini bildirdi. Har vaqt hamkorlik va ittifoqlik bilan bu yo'lda birga yuradiganligini, Sharqi Turkiston informatsion markazi bilan birlikda ekanligini ta'kidladi. Amerikada Trump hukumatining Tayvanga qurol setishini tasdiqlashi ikki davlat orasidagi jiddiyligini kuchaytirdi. Amerika hukumati Tayvanga tanka va boshqariladigan bomba setishini tasdiqladi. Bu qarorning Xitoy bilan bo'lgan savdo urushining muzokara mazgiliga to'g'ri kelishi diqqatni tortdi. Amerika Davlat Majlisi dushanba kuni Tashqi ishlar ministrligining 108 dona MBR-2T tipli tanka va 250 dona boshqariladigan bomba setishini tasdiqlaganligi bildirildi. Her iki qurolning Tayvan tarafdan talab qilinganligi ma'lum. Uzundan buyon Turkiyaning kun tartibida turib kelgan va oldimizdagi kunlarda Turkiyaga kelishi planlangan Rossiyada ishlab chiqarilgan S-400 havo mudofaa sistemasining ikki batareyasining qayerga o'rnashtirilganligi izchil qiziq nuqtalarning biri bo'lib kelgan edi. Bu sistemaning bundan burun Anqaraning Qahramon Qozonga o'rnashtirilganligi ilgari surilgan edi. Demir Özen axborot agentligining bildirishicha, doiralar tarafidan elib berilgan tafsiliy yer analizi va tadqiqotlardan keyin tunji batareyaning 911 kilometr Suriya chegarasining o'ttir qismi deb qarashga bo'ladigan va Shahfrat harakati orqali asldagi joyiga yo'tkalgan Sulaymon Shah qabrisiga yaqin bo'lgan Shanli o'rfining birajik noyisi atrofiga o'rnashtirilganligi taxmin qilinmoqda. Ikkinchi batareyaning bo'lsa Mersin yoki Xitoyga o'rnashtirilganligi bildirildi. Xitoy dengiz armiyasi Sri Lankaga hadiya qilgan urush paraxoti poytaxt Kolomboga yetib keldi. Xitoy dengiz armiyasi o'tgan oy Sri Lankaga hadiya qilgan 053 H2G tipli qo'g'ilg'uchi paraxot poytaxt Kolombodagi portga yetib keldi. Hadiya qilingan urush paraxotlari uchun Sri Lankada zo'r ko'lamli qarshi olish murosimi o'tkazildi. Murosimda so'z qilgan Sri Lanka dengiz armiyasi muavin qo'mondoni general Piyaldi Silva Xitoyga rahmatini bildirib, Sri Lanka dengiz armiyasining bu hadiyani ikki davlat do'stligining bir nishoni deb qabul qilganligini aytdi.